Assalomu alaykum. Nizomiddin Imdijetku. Gazim charchab tashibsiz aka. Allohga shukr. Aka hammasi qimmat kiyinadi deyishar, rostmi shu? Oddiy bo'ladi, o'tagan. Aka sir bo'lmasa mana shu rubachkangiz nechi pul? Uncha qimmat emas, $30,000 turadi. Ha, $30,000. Endi futbolkangiz nechi pul? Bu qayerdagi bu? Bu Vyetnamniki bular $3,000 turadi. $3,000 ha, yaxshi ekan. Bu ishingiz yaxshi ekan. Bu qayerdagi ishim? Shim Xitoydagi $10,000 turadi. $10,000. Arzon kiyim kiymasgansiz, Nizom? Nizomiga mana shu soatda yana bittasi kimda bor? O'zi ikkita chiqqan deysiz, rostmi shu? Yana bittasi Kenayingda bor-da. Ikkita o'zi ikkita chiqardingiz, to'g'rimi? Mana oyoq kiyimingiz aka? Oyoq kiyim sal qimmatroq, lekin qimmatroqqa tushgan mana kargosilarni ham $30,000. Yaxshi. Aka, joningiz sog' bo'lsa, kuzatamiz pastga.